Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hozir biz sizlarga cho'l sharoitida va dala sharoitida, to'ki yo'q joylarda, suv bor joylarda, suvi yo'q joylarda erta chalib ketdi boshqatda. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz hozir davlat to'ki yo'q joyda chastotnik invertor orqali quyosh panelini ulab, mana provection stendga quyosh panellarimizni qo'yganmiz. Hozir shuni ulab, montaj qilib, mana chastotnik orqali suv olishni o'rgatamiz. Mana hozir bizda yig'ilgan holatda turibdi. Invertorimiz 380, 220. Bizda nasos yo'qligi uchun обычный motordan foydalandik. Hozir bu yerda davlat to'ki yo'q. Hozir men sizlarga buni ishlash jarayonini ko'rsataman. Mana hozir montaji tayyor. Biz временный qilib quyosh panelidan mana yonmas kabel bilan olib kelib avtomatimizga o'tkazib qo'yganmiz. Hozir mana buni yurg'izamiz, pust qilyapman. Mana aynalishni boshladi. Endi bu holatda nasosni ulab qo'yasizmi? 380 da nima bo'lsa, shuni ulab ishlatsa bo'ladi, muammo yo'q. Hozir mana obroti ko'tarilishni boshladi. Pusk mahallarini ham yo'qotib beradi bu narsa. Bilasizlar, dvigatelda pusk mahali bor, 10-11 krat bo'ladi. O'zining nominalidan 10-11 krat oladi. Shuni ham yo'qotib beradi. Plavniy pusk qilib beradi. Quyosh panelimiz 7 kilovat ulaganmiz. Invertorimiz 7 kilovat, chastotli invertorimiz. Motorimiz 4 kilovat 3000 obrot. Hozir mana aynalishni boshladi. Hozir polniy obrotga chiqdi mana. 3000 obrotda aynalyapti. Buni pasaytirsa bo'ladi. Pasaytirsa bo'ladi, ko'tarsa bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. O'zining zashtalari bor. Mabodo dvigatelga qanaqadir kuch kelsa, qiynalsa, suv chiqarish jarayonida qiyinchilik bo'lsa, muammosiz ishlaydi. 220 ham bor, 380 ham bor. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, kimga shunaqa tovar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz. O'rnatish, ustanovka qilish, yurg'izib berish hammasi o'zimizda bor. Zapchas, nima narsa bo'lsa bor, aloqaga chiqinglar. Tushunmagan joylaring bo'lsa ham telefon qilinglar. Rahmat.